Sport bilan shug'ullangan bola faqat sog'lom emas, uning xarakteri ham o'zgaradi. Tasavvur qiling, 9 yoshli bola har kuni futbol bilan shug'ullanadi. Dastlab u sabrsiz va tez charchaydigan edi. Bir necha oy davomida u jamoada hamkorlik qilishni, sabr-toqatni va mas'uliyatni o'rganadi. Skandinaviya va Yaponiya maktablarida bolalar har kuni sport mashqlarini bajaradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muntazam jismoniy faollik bolalarda yetakchilik qobiliyatini mustahkamlaydi va stressni boshqarish qobiliyatini oshiradi. Stanford va Garvard tadqiqotlari bo'yicha sport paytida miya dopamin va serotonin gormonlarini ishlab chiqaradi. Bu esa bolaning ruhiy barqarorligi, o'zini ishonchli tutishi va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, jismoniy faoliyat gormon balansini saqlaydi va agressiyani pasaytiradi. Bizda savol tug'iladi: sport bolaning xarakterini qanday shakllantiradi? Qaysi mashqlar eng samarali va qanday qilib uni qiziqish bilan shug'ullantirish mumkin? Keling, mana shu savolimizga o'zbekistonlik mutaxassisimiz javob beradi. Assalomu alaykum aziz ota-onalar. Bugun biz siz bilan sport orqali bolaning xarakteri qanday o'zgarishi haqida suhbatlashamiz. Sizdan so'ramoqchiman. Farzandingiz oxirgi marta yutqizganida qanday ko'rdingiz? U qanday ahvolda edi? Ko'p bolalar yutqizganida yig'laydi, ba'zilari jahllanadi, ba'zilari esa indamay ketadi. Aslida shu holatda sport o'z ta'sirini ko'rsatadi. Sport bolaning xarakterini shakllantiradi. Keling, hayotdan bir misol keltiraman. Bir bolaning onasi har kuni uni sport mashg'ulotlariga olib boradi, lekin bola boshida ko'p yutqizadi, uning hafsalasi pir bo'ladi. Mashq qilgisi kelmaydi. Lekin murabbiy unga aytadi: "Bugun yutqazding, lekin ertaga yaxshiroq bo'lasan." Bir oy o'tib, u bola endi yutqizganda yig'lamaydi, balki yana ham ko'proq mashq qiladi. Mana shu jarayon xarakter tarbiyasi. Sport bolani sabrli, intizomli va bardoshli qiladi. U har safar yutqizganda ham davom etishni o'rganadi. Har gal muvaffaqiyat qozonganda esa mehnat natijasini qadrlaydi. Sport bolalarga mas'uliyatni o'rgatadi. U mashg'ulotlarga vaqtida borishni, jamoada ishlashni, so'zida turishni o'rganadi. Bu fazilatlar keyinchalik o'qishda, hayotda va ishda asqotadi. Endi o'ylab ko'ring, telefon oldida soatlab o'tiradigan bola bularni qayerdan o'rganadi? U o'z tanasini, kuchini, sabrini sinab ko'rmaydi. Shuning uchun sport faqat jismoniy emas, ruhiy maktab hamdir. Masalan, kichik yoshdagi qiz bola gimnastika bilan shug'ullanayotganida harakatni mukammal qilish uchun o'z ustida ishlaydi. Bu unga hayotda tez taslim bo'lmaslikni o'rgatadi. Ota-onalarga aytadigan eng muhim maslahat: farzandingiz sportda faqat yutish uchun emas, o'zini o'zgartirish uchun qatnashyapti. U har safar mashg'ulotlardan qaytganda nafaqat mushaklari, balki ichki kuchi ham oshadi. Shuning uchun sport bu bolaning ichidagi kuchini uyg'otadigan eng tabiiy vosita. Uni faqat sog'lom bo'lish uchun emas, balki baquvvat, sabrli va hayotda taslim bo'lmaydigan inson bo'lishi uchun ham sportga qiziqtirishingiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.